a'zosini. Voy. Shunaqa vahshiy tayinlagan ekan. U yerda kimnidir ismi qoldi, Hamza radhiyallohu anhu o'ldirgan bo'ladi. O'sha kamonchisini o'ylab, yillab o'sha kamonga o'rgatgan bo'ladiki, o'sha Hamza radhiyallohu anhuni o'ldirishi. U Hamza radhiyallohu anhu payg'ambarimizning qilichi deyilgan, do'sti deyilgan, askar lashkar boshchisi deyilgan Hamza radhiyallohu anhu. Hattoki o'sha Uhud jangida qazo qilgan, shahid ketgan askarlarni otlarga solib Madinaga olib ketib o'sha yerda dafn qilamiz desa, otlar yurmagan Madina tomonga. Orqaga yurgan, yonboshga yurgan, o'ngga yurgan, chapga yurgan, lekin Madina tomonga bir qadam ham bosmagan. O'sha Uhud tog'ini o'ziga ko'milgan ekan o'sha shahid ketganlar. Lekin xo'rlangan. Boyagi mushriklar tomonidan boyagi shahid ketgan askarlarni a'zolari kesilib, xotinlariga marjon qilib taqtirib quritib, marjon qilib taqtirib qo'ygan ekan. Shu narsani eshitib yig'lab keldik biz, borku. Haqiqatdan odam eti jimirlaydi, unaqa narsalar. O'sha uchun tarixda mana Qur'onda ham kelganda Badr jangi bilan Uhud jangi eng katta musulmonlar uchun katta, bittasi ibratlik, bittasi fojialik janglardan bittasi bo'lgan. Masalan, hozir umraga borganlar ham, hajga borganlar ham Uhud tog'iga bormasdan, o'sha jang bo'lgan joylarni ko'rmasdan, o'sha shahid ketganlarni haqqiga duo qilmasdan qaytmaydi bu yoqqa. Yana hazillashdim, yana kelaverman ha. Meni mashina dedi. Meni piyo ishdi deb. Menga aytdi, jannat ichida aroq yo'q edi, konyak bor edi. Bizda g'iybat ham bo'lmaydi-da. Ha? Biz o'tirishimizda g'iybat ham bo'lmaydi. Ana shunday nima ma'ruzalar bo'ladi, eshitamiz, bir-birimizni kalima keltiramiz. Mana bugun ikkinchi kun ekan, Ashur oyini endi muborak bo'lsin deb hamma nima qilib, bugun salovat o'qidik. Subhanalloh valhamdulillah, la ilaha illalloh, vallohu akbar. La havla va la quvvata illa billah. Anadati zulmidati la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zoliminda har kuni shu oyda har kuni 100 martadan qaytarishimiz kerak ekan. Bo'pti, men tushdim. Gaplashamiz, charchamoqlar. Nimaga tarbiyasiz olib boring, tarbiyasiga ta'sir qilyaptimi? Katta bo'l. Tarbiyasiga ta'sir qilyapti. Nashari chekib kelib, balida gapiradi deyman. Maras. Qilgani. Nimada Hamidullo? Xola. Bitti. Xola YouTube'ga chiqdi. Qaralaylikmi so'zlaringizni? Chiqaring. Bilmadim, nima bo'lsa xolodilnikda bor. Ikkala xolodilnikni qarang, bilmayman, bormi yo'qmi. Ochiq. Onamning yuziga bijir qo'ying ham, lekin bor. Avratlarim yopiq-ku. Hazillashdim. Mayli, tinchliklar. Tohirjon, Hamidullo. No. 12. Ketyapsizmi siz ham biz bilan ko'rishgani? Yo'q, nima qilaman? Pul bering, pul kerak, qarzim bor. Qanga? Mayli.